Qabr qazishga qancha vaqt ketadi taxminan? Endi qabr qazish, buni etish siri ko'proq odamlarga ham bog'liq. Hali 40 yillik amaliyotda ko'rdim-da. Tili shirin odam bilan saxiy odam yo'li ochiq. Qabrini ham bir pasda bitkazib qo'yamiz. Bir xil qattiq odamlar bor. Ovqatiga ham qizg'anadiganlar bo'ladi. Bola chaqasiga ham narsa qilib bergani qizg'anadiganlar bo'ladi. O'shalarning qabri qattiq chiqadi lekin. Agar rostmana o'rta qabr bo'lsa, 2 soatda tayyorlab qo'yadi. Bo'lmasa bir xillarni 4 soatda ham tayyor qilish holiga aytganimdek qabr chiqib bo'lsa qattiq chiqadi. Yana bir qabr kovlaganman. Peshindan keyin xabar kelgan. Shom bilan asrning o'rtasida qo'yamiz. Endi boshlaganman, hech ham turpoq bermaydi-da. Ko'chmaydi, urgan bilan. Belli uramiz sakraydi. Amallab o'shanda ro'zani oxirgi kuni edi. 30 kun ro'za tutdi-ku, 29 o'sha 30-kunga bo'yi charchatdi-da. Hech yetkazib bo'lmadi. Shom domlalar ham shu qabr tepasida o'tirishibdi, qo'yib bo'lgandan tilovat qilishadi. Og'izni o'sha yerda ochishganda. Shomdan keyin amallab qo'yganmiz. Alloh saqlasin. Bir marta ilon chiqdi. Shu qabr kovlayotganimizda hayvonni olib bo'lib lahatga tushganimda, bosh tomonini olayotganimda bir kovay chiqdi. O'sha kovaydan 1,5 metrlik ilon chiqdi. Oyoq tomon azgina boshlab qo'ygan, o'sha yoqqa borib, u yoqqa borib menga qarab turibdi. Keyin men aytay, Allohning maxluqi. Senga yemish olib qo'yaman. Joyingda yotgin. Qabrni menga ruxsat ber, bitkazay. Deb yana kirib ketdi o'sha joyga. Keyin qabrni bitkazdim. O'luvni qo'yib bo'ldim. Amin deb fatiha qilishim bilan shu paytda yana o'sha teshuvdan tushdi qabrga. Bir hodisa ham bo'lgan. Qo'yaman desam, bo'lmasa go'rkeng. Tushmaydi-da. Oxiri 3-4 urinib, Alloh yordam o'zingdan, najot o'zingdan, bu qo'yilayotgan bandayning gunohi bo'lsa o'zing kechirgin. Najot o'zingdan desa, unga sayya shopib tushadi. Shunaqa vaqtdan bo'lgan. Foniy dunyoda boqiy dunyoga o'tayotganda ma'lum bo'ladi. Qanaqa shaxsligi. Uni gapirish mumkin emas, endi ibrat uchun gapiramiz.